zo'r narxga arenda kvartira topib qo'ydim. Sizlar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali bo'ladi. 2 xona 65 kvadrat, yevro remont qilingan, did bilan, mebel texnikalari bilan tayyor ko'chib kirasiz. Kiyim-kechakka olib kelsangiz bo'ladi, idish-tovoqlarigacha bor ekan. Katta hol, bu yoqda ayollarimiz uchun kuxnya. Stroyni mebel texnikalari bilan Zifler brendidan mikrovolnovka, pech, kir mashina, mana bu yerda xullas hamma narsasi bor ekan. Varочный panellari, havo tortadigan, xolodilniklari bor, katta televizorlari bor. Shundoq kelasiz, yashaysiz. Remontlari ham zo'r. Har bitta xonada konditsioner qo'yilgan ekan, gilamlarigacha bor. Holdan spalniga kiramiz. Spalnida o'zingiz ko'ryapsiz, mana pardalarigacha did bilan chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Kravatlari bor, ikkita tumbasi bor, svetilniklari bor, konditsioner bor, katta lyustra, shkaf, oyna, tumba, hamma narsa bor ekan. Vashti gap bo'lishi mumkin emas. Bolajonlarimiz uchun ham detskiy xonalari bor. Aytib o'tgandek, shu 2 xona, 3 xona o'rnida hisob bo'ladi. Ikkita mana kravati bor bolajonlar uchun, gilamlari bor, shkafi bor, tumbasi bor. Endi общий sanuzel ekan bu yerda. Kirasiz, dushevoy bo'ladi bu yer. Unitazi bor, oynasi bor, rakvinasi bor. Sharoit vashti bomba lekin uncha-muncha hovlida yo'q narsani ko'rsataman sizga. Balkoniga chiqamiz. Balkonida shunaqa shamol yuryapti, kattagina joy. Bu yoq tomoniga mana xohlasangiz stol qo'yib qo'yib maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. To'g'rizga bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, Sergeli dehqon bozori bo'lyapti. O'sha yangi novostroyka bu yoq. Mangal zona hisoblanadi. Katta qozon, o'choq, bu yoqqa shashliklarni qo'yib qo'yaversangiz bo'ladi. Sharoitli va bomba. Domda uncha-muncha joyda bunaqa sharoit yo'q. Shaharni ko'rasiz, Sergeli dehqon bozori, orqa tarafi Bobur mahallaga qaragan ekan lekin. Bosib boring, pastda raqamlar qoldirildi, aloqaga chiqing. Arenda kvartira birinchi oy uchun $800, ikkinchi oydan $700 bo'lar ekan. Yaxshi oilalarga, akkuratniy odamlarga beramiz deyapti uy egalari. O'zingiz gaplashavering, o'zingiz qo'yavering deydi. Ayrim sabablariga ko'ra raqamligini qoldiramiz ekanmiz. Shuning uchun men o'zimga chiqib turasizlar, xudo xolisa o'zim bilan kelishaverasizlar. Prosta kelasizlar, yashaysizlar, hamma narsalar bor. Hech narsa ko'tarib kelish shart emas. O'zini parkovkalari bor, bu yoqda bolalar maydonchasi ham bor ekan. Domba tagida hamma sharoit xullas bor, sizga ishoning. Yoqadi. Pastda raqamni qoldirdim, aloqaga chiqamiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz deb, kvartira qidirib yurganlarga iloji bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Meni kanalimga obuna bo'lsanglar, foydali sizlarga cho'tki videolarni qo'yib turaman. Sog' bo'linglar.